Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga IELTS ga tayyorgarlik jarayonida kerak bo'ladigan muhim bir ilovalardan biri IELTS Practice Band 9 ilovasini tanishtirib o'taman. Bu ilovaga birinchi o'rinda kirib olamiz. Internet albatta zarur, lekin ba'zi practice testlarni bajarishda internetsiz ham bajarsa bo'ladi. Bu ilovani qulayliklari shundan iboratki, biz barcha skill, ya'ni reading, writing, listening, speaking skilllarga oid barcha yangiliklarni va yaqin kunlarda IELTS testlarida tushgan hamma topiklarga javoblarni, example va samplelarni uchratishimiz mumkin. Xo'sh, e'tibor bersak, telefonimiz pastida 5 ta bo'limlar bor. Birinchisi daily update. Bu daily update nima? Bu writing va hamda speakingda tushgan IELTS test savollarini mana shu yerda topishimiz mumkin. Misol uchun, birinchisiga writing task 1 ga kiradigan bo'lsak, mana recent exam, ya'ni 5-may kuni 2025-yil 5-may kuni tushgan topic, writing topigini ko'rishimiz mumkin. Va bunda foydali jihat shundan iboratki, mana ko'rib turganingizdek, topic vocabulary, ya'ni asosiy vocabulary, band 9 vocabularylarini to'q qora rangda alohida ajratib, pastida highlight vocabulary sifatida berib o'tib ketishgan va hamda definitionlari bilan birgalikda. Undan tashqari IELTS speaking part 3, ya'ni topic hamda yaqinda tushgan mana shu speaking questionlarini ham va unga mos ravishda sample answerslarini ham ko'rishimiz mumkin. Buni foydali jihatlari useful vocabulary, ya'ni topic vocabularylarini meaning va examplelari bilan ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, ikkinchi bo'limiz speaking bo'limiga kirsak, mana speakingda bilamizki, 3 ta partimiz bor va har bir partga alohidadan savollariga sample javoblari bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi part 1larga javoblar. Misol uchun, neighbors, ya'ni qo'shnilar mavzusiga kiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek, barchasiga sample javoblar berib ketilgan. Undan tashqari vocabulary by topics, ya'ni har bir so'zlarimizga kerak bo'ladigan topic vocabularylarini mana shu yerda uchratishimiz mumkin. Misollar hamda definitionlar bilan birgalikda. Xo'sh, writing bo'limiga o'tsak, bu yerda writingda 200 dan ortiq samplelar, writing lessons, ya'ni writing darslari bor. Mana bu yerdan 9-darsdan ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bizda bilamizki, academic writing hamda general writing bor. Ya'ni academic writingda biz line graph, bar chart, map, process kabilarni ko'rsak, mana misol uchun academic writingga ham misollar hamda unga sample javoblari berib ketilgan. Endi general writingda letter yozamiz. Bilamizki, informal, semi-formal barcha letter turlariga ham bu yerda bemalol misol topishimiz mumkin. Mana. Xo'sh, undan tashqari bu writing bo'limida biz essaylarga 200 dan ortiq essay topiklariga javoblar olishimiz mumkin. Buni nimasi foydali? Biz bu essayni to'liq IELTS standartida olishni xohlamasak ham ideya, ya'ni essay yozganda fikr g'oya olishimiz uchun juda foydali. Xo'sh, 4-chi bo'limiz listening va hamda reading hisoblanadi. Bu yerda bemalol mini reading test, ya'ni readingni o'zini bajarish hamda full testlarni ham bajarishimiz mumkin. For example, mana har bitta nimamiz passagelarga bo'lingan. Passage 1, passage 2, passage 3, etc. For example, mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerga bemalol true, false larini belgilab ketishimiz mumkin. Men topikda o'qiganim yo'q, lekin taxminan qilib ketyapman. Mana ko'rishimiz mumkin hamda submit tugmasini bossak, bu javoblarimiz to'g'rimi yo'qmi mana pastida chiqiladi. Hamda sizni score is it, answer table'larini chiqarib berishadi. Bu reading testimiz. Endi listening testimizga kiradigan bo'lsak, u ham xuddi shu ko'rinishda har bitta sectionlarga bo'lingan bo'ladi. For example, bemalol bu yerda mana audioni bu yerdan qo'yamiz va bu yerda javoblarni bemalol belgilab ketishimiz mumkin.
Men taxmin qilib ketyapman. Endi submit tugmasini bossak, mana javoblari berilgan bo'ladi. Va oxirida listening tips, reading tipslarini, ya'ni sizga readinglaringizni oshirish uchun nima qilishingiz kerakligi haqida hamda listening readingda uchraydigan top vocabulary'larni listlarini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Xo'sh, oxirgi bo'limiz resources bo'limi hisoblanadi. Bu yerda ham grammatik, idioma, grammatik strukturalarni, lug'atlarni hamda YouTube kanallarining linki, ya'ni YouTube'da qo'yilgan dars kanallar linkini ko'rishimiz mumkin. Bular juda ham foydali hisoblanadi. Har bitta skills, mana writing uchun IELTS List, IELTS Simon hamda listening uchun TED Talks, IELTS Official hammasi IELTS IDP tomonidan tasdiqlangan saytlar hisoblanadi. Hamda vocabulary'lari ham topic vocabulary'lar hisoblanadi. Alfabet tarzida A harfidan boshlanib, hatto pronunciationgacha, talaffuzigacha berib ketilgan. For example, abroad, abroad. Bizga word type, ya'ni verb, noun kerak bo'lsa, mana shu yerga belgilaymiz. Adjective deb bosdim. Mana faqat adjectivelar chiqarib beradi. Endi alfabet bo'yicha ketadigan bo'lsak, G harfini bossak, G harfi bo'yicha qidirib chiqarib beradi. Bu yerda nimaga transcript ikki xil deyishimiz mumkin? Chunki bittasi American, bittasi British accentdagi so'zlarni talaffuz uchun qo'llanilgan. Practice test. Bu yerda full practice, ya'ni vocabulary'larni yodlagan vocabulary'ingizni, grammatikangizni tekshirish uchun testlarni bajarishingiz mumkin. For example, from deb bosadigan bo'lsam, hop, check'ni bosamiz va mana hatto biz birinchi tanlagan from answerimiz to'g'ri bo'ladi. Testni yakunlashni xohlaysizmi deyishyapti. Biz yes qilib chiqib ketishimiz mumkin. Bu sayt juda ham foydali hisoblanadi. Ayniqsa IELTSga tayyorlanib turgan vaqtingizda, avtobusga ketib turgan vaqtingizda ham bemalol reading, listening testlarini ham onlayn bajarib ketishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana bugungi videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman.